Xonzoda gidrofilli masla o'zi nima shuncha gapiryapsiz iltimos tushuntirib bering desanglar, qizlar gidrofilli maslani men unaqasini bilgandan keyin xususiyatini men busiz уже makiyajimni yechmaydigan bo'ldim qizlar. Bu bizning tonalkamiz, SPF'imiz, ko'chadagi kirlarimizni makiyaj qilmasangiz ham kun bo'yi yig'ilgan yuzingizdagi kirlaringiz juda ham zo'r tozalab beradi. Kun bo'yi baramizda yuzimizda yog' ajratilinadi va o'sha yog'larga bizning mikrob, o'sha ko'chadagi mikroblar, changlar hammasi yopishadi va shu juda ham zo'r unaqa tozalab beradi. Bundan keyin обязательно gidrofilli maslani yuvib bo'lgandan keyin penka yoki unaqa penka gellar ishlatish kerak bo'ladi yuvorish uchun. Xullas buni mana masalan shu makiyaj turibdi to'g'rimi? Men hozir quruq yuzimga shu bunaqa yog'ni bundoq qo'yaman-da va 30 sekund yog' bilan yaxshilab yuvaman. Keyin уже penka bilan shu hammasini yuvaraman. O'shandagina men yuzim top-toza bo'ladi, chorlik tochkalar bo'lmaydi. Yuzim yaxshilab tozalanadi. Tonalka surasizmi, SPF surasizmi, hech nima surmaysizmi, baram juda ham muhim. Imni gidrofilli masla ishlatish qizlar. Iltimos hech qanaqa sovun bilan bu narsalar o'chmaydi baram.